Da bo'lsa Sayırgül Hanım Amerikaga hoş geldiniz. Rahmet amыңларга, Amerika халкына, Amerikaның әмме meni qo'llagan әмме jamiyatlarga, yana meni qo'llab əməklərimni yordamda bo'lgan Shvetsiya davlatiga, Shvetsiya xalqına rahmetimni bildiraman. Sizga bugun Amerika Tashqi ishlar ministrligi ham 2020 yillik xalqaro ayollar mukofotini sizga ham qolgan 10 xonimga taqdim qildi. Siz bugun bu qanday hissiyat keldingiz? Men pek xush oldum. Ularni mening ishlagan ishlarimda shundaq yaxshi pek yuqori bag'lab deb o'ylayman. Lekin men undaq cho'ng ishlarni qilmadim. Mening ishlagan ishlarim boshqalarning ishlagan ishlariga yetmaydi. Ben endi bu tarafda pek xursand bo'lganim shu Amerikadagi bir cho'ng bir demokratali inson axloqlarini saqlagan shu davlatda o'zimning ovozimni texmi yuqori darajada chiqirlaydigan shu Xitoy Kompartiyasining genosik siyosatidan zarb chekayotgan shu millionlagan qiyindoshlarımızning ovozini texmi yarangliq qilib butun dunyoga angltilgan bir fursatga ega bo'lganimdan pek xushalman, chunki men shundoq muhim çoğun adamlar bilen uçraştım, onların emrisiga müş talabimde aşıların avazını yetkizdim. Sizningcha endi Amerika hukumati albatta bu mukofotni sizga berish orqali endi Xitoy hukumatiga qanday bir signal bermoqchi deb o'ylaysiz? Amerikaning hükümeti, yine Tashqi ishlar ministrligi Mike Pompeo, müşü kişiler müşü hili vaqtdan buyon müşü bizning Chaqsi Turkistondagi müşü qirg'inga uchrayotgan xalqning ovozi bo'lib kelyapti. Ashunga bular shunday yaqindan yordamda bo'lyapti. Bilmasga sal qaragan yo'q. Ba'zi bir tadbirlarda qo'llandi deb o'ylayman. Bu tarafdan bular bu tarafdan Amerika hukumatiga, Donald Trumpga, yana Mike Pompeoga pek rahmatimni bildiraman. Shu tarafdan endi mushu nimani berish orqali ular Xitoyga yana bir mushu ishni texmo yuqori darajada Xitoyga bir besim qilib mushu to'xtatishga bir cho'ng harakatlarni yasaydiganning bir signali deb o'ylayman. Siz endi Xitoyning lagerdan chiqqandan keyin Qozog'iston keldingiz, Shvetsiya keldingiz, hozir Amerikada. Endi Xitoy hukumati albatta sizning urug' tuqqanlaringizni ularga albatta cho'nqur bir besim qildi. Sizning urug' tuqqanlaringiz, ya'ni vatandagi hozirgi ahvoli qandayroq? Men Qozog'istonga qaytib chiqqandan keyin mening 70'dan eşip ketken anamni, singlimni turmaga tashlagan. Biroq ular gunohsiz, men bilan hech qanday aloqasi yo'q, chunki men to'y qilib necha yil ilgari boshqa bir nimaga boshqa yerga ketgan, birga turmayman ular bilan. Yana kelib mening konsulga ishlaganligimni, meni ularning tadqiq qilayotganligini emasam, men hech kimga demagandim, o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi. Bu isning ular bilan hech qanday aloqasi yo'q. Mening ketadiganligimni hatto o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi. Keyin ular uni qo'yib, ular opam bilan singlimni qo'yib etdi deb angladim. Biroz vaqtdan keyin men ularning ammisini adreslar bilan, turadigan joylari bilan, suratlari bilan, aloqa qilish nimalari bilan nimalarni o'zimning qarindoshlarimning axborotlarini Birleşken Devletler Tashkilotiga topshirdim. Ulardan 24 soat ular yordamda bo'lib, ma'gan ularning hamma ishlarini kuzatib turadigan bo'lib va'da berdi ma'gan. Sizningcha bu Xitoy hukumati nima uchun millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq bu yerlik Turkiy musulmon millatlarni bu lagerlarga so'laydi? Bu bir kunda bo'lgan narsa emas. Bu jiroqdan planlagan narsa, bu necha yildan ilgari planlab birinchi bosqichda shunday qilyapti. Hozir bir necha bosqichga bo'lgan bular o'zining yetmoqchi bo'lgan planlarini. Birinchi bosqichda qolgan millatlarning ammisini asnaslari, qolganlarning ammisini yo'qotish buni hozir boshlab ketdi. Hozir ishlatyapti. Chaqsi Turkiston bek go'zal joy, u yeri keng, ammo tabiiy boyliqlari jiq u yerda. Ashunday bo'lgan bir banolar bilan ularning ammisini yo'qotib, bu go'zal joyni o'zlariga qilib olgandan keyin masalan ba'zilarini ashunday qilib o'ltirib etdi, yo'q qilib etdi. Ba'zi aslida bo'lgan ba'zilari chuqum kompartiya uchun xizmat ishlaydigan bo'ladi. Kompartiyaning ko'zi bilan qulqi bo'ladi. Unda xonga ular texnik kuchlik bir nim bilan qolgan ikkinchi bosqichdagi, yana uchinchi bosqichdagi o'zining aram maqsadini ishga oshirish uchun oldin tayyorlangan narsa. Bunsa ularning hech qanday gunohsi yo'q. Bu yerda hozirgi vaziyat ularning milliy urf odatlar bo'lmasa boshqa narsalardan diniy tarafdan oldi burun olqib ketdi. Bu hozir bir insoniyat tragediyasiga aylanib qoldi.
Çünkü u yerda mushu Qozoq, Uyg'ur, Qirg'iz boshligan yergilikli xalqlardan boshqa yana Xristian dinlik adamlar bu qiynalavatadi. Yana Xitoy o'zining millatlarini aymaydigan bir nimalarni başladı hazır. Eğer bu nimesi bu Şahsi Türkistan'daki bu nimesi davamlaşıp bu maksatı eğer aşının nimesiga yetadigan bo'lsa, onda olsa bu işlerini bu tadbirlarni o'zining xalqini işletishi mumkin. Çünkü koronavirus nimesi bilan başlap ketdi buni oldi o'rin. Nima endi lagerdan chiqqandan yoqi endi sizga o'xshash nurg'un qolgan lagerdan chiqqan shohidlarmi sizga o'xshash Xitoyning lagerlarining bunda bir raqibi tarbiyalash markazlari emas, balki haqiqiy jazo lagerlari to'g'risida o'zining beshini o'tgan issiq sovuqlarni o'xshash bo'lmagan davlatlarda tushuntirib o'tgan bo'ldi. Ammo Xitoy hukumati sizni ham sizga o'xshash lagerdan chiqqan mayli Uyg'ur bo'lsin, Qozoq bo'lsin, chiqqan shohidlarni bular ham yag'inga qilib dunyoni aldayapti deydi. Siz yag'inga qildingizmi yo siz rostga qildingiz? Ben ko'zim bilan men ko'rdim, shuni deyapman. Endi Xitoy hukumati o'zlarining o'sha rezil vasitalarini, rezil siyosatini butun dunyoning oldida aqlash uchun o'zini bizning hammamizga qandaq to'kmetlarda chaplaydi, uni burundan ashundaq hammadan biladi Kompartiyaning qandaq rezil, qandaq yag'onchi ekanligini. Şunçalar bizde müşü arkalık özlerini aklavatdı. Sizce hazır mesela lagerlarda nurgun urug tuqqanları, ata-analары, dostları, savaqdaşları yetiyotgan nurgun chet elda mesela Uyg'urlar bo'lsin, Qozoqlar bo'lsin, Qirg'izlar bor hozir mavjud. Ya'ni bularning mutlaq ko'p qismi hozir hech zamon chiqib mening dadamni, opamni urug tuqqanimni bu Xitoylar lagerga solib oldi degan gapni qilmay jin yetiyotgan, ya'ni mutlaq ko'p qismi odamlar bu. Masalan sizga o'xshash, ya'ni bu azlarga o'xshash chiqayotganlarning soni nihoyat oz. Sizning bularga deydigan nima so'zingiz bor? Men o'sha odamlarga deyapman, yana deyman. Müşü bir demokratiyalik bir şunda qonunliq bir Avropa bir yaxshi davlatlarda yashab etib, aşağı bir so'z qilish, gap qilish fursat turib o'zlarida. Yana aşı tuqqanlarning izdirekin qilmayotgan aşı tuqqanlarning nima ekanligini bilmay, faqatlam o'zining nimasini ishlayotgan, o'zining o'ylayotgan odamlar. Men o'ylayman, unda qilmanglar. Chunki ularni Şahsi Türkistan'da ezelden axborot degan narsa yetdik. Hech kim uyda ovoz chiqarib kelib qalamaydi. Undaq bo'lgan ekan, bular nimishqalarning ovozi bo'lmaydi. Nimishqa ular uchun, tuqqanlar uchun, do'st birodarlar, hatta tanishlari bo'lsin, qo'shni qo'lanlar bo'lsin, nimishqa ularning so'roqini qilmaydi. Ba'zilari qo'rqidi, ba'zilari o'zining nimasini o'ylab ketgan, o'zim jim bo'lsam bo'ldi, qolganlar nemis bo'lsin degan. Agar mushu tarix yana bir qaytilib ketadigan bo'lsa, shuning hammasiga javob beradigan ish. Sondan haqiqiy bir inson bo'lsang, o'rningdan turib, o'sha tuqqanlaring haqida gap qiling, izdiregin, surishtiring, ashlar uchun guvohlik bering demoqchiman. Agar yana bu ko'p qism insonlar urug' tuqqanlarini ahvolini surishtirmay, ya'ni jin yetib olsa, sizningcha u urug' tuqqanlarning oqibati qanday bo'ldi? Xitoy qanday qilmasa shunday qiladi. Izdiregini qilmagandan keyin. Chunki ularning hech qanday so'raydigan odami yo'q. Unda qo'za necha yildan keyin ular nega ketganligini hech kim bilmaydi. Surishtirib qilmagandan keyin. Kimning nega ketganligini, kimning qayoqda yotayotganligini hech kim bilmaydi. Chuqur surishtiruv qilish kerak. Unda o'z ahvoli bek yomon bo'ladi. Hozir endi bu 2017-yilning 5-ni tortib Xitoy hukumati bu lagerlarni qurib 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, yerlik millatlarning bu turmalarga bu lagerlarga so'lagandan beri albatta g'arbda bo'lsin Uyg'urlar bir tarafdan, Qozoq xalqi yana bir tarafdan ba'zi Qirg'izlarning o'zining ovozini chiqarib ayrim ish harakat ilib beryapti. Sizningcha bular birlashib ish qilish kerakmi? Bu masalada ayrim o'zining ishini o'zi qilish kerakmi? Millatda bo'lib o'tiradigan vaqtdan oldin o'tib ketdik biz. Chunki biz oz. U yerda Qozoq, Qirg'iz, Uyg'ur, hatta xristianlarning hammasining beshidagi taqdir o'xshash. Hammamizning beshimizga qiyomat qayim kelyapti. Shundaq bir paytda yana sening millatdan undaq, mening millatdan undaq deb o'tirdigan. Chunki bizning dushmanimiz bir o'xshash. Bizning hammamizning beshimizga kelgan tragediya o'xshash. Shunga biz cho'qim birlashib bir-birimizni qo'llab, birlikda kirishimiz kerak. Shundoq bo'lganda bizning kuchimiz texmo zo'rayadi. Texmo chiqishlarni qila olamiz deb o'ylayman. Agar har bir millat yoki millatchilik qilib, ma'zamning millatini ishini qilmay, qolganlar chatom yo'q. Uning ishi, mening ishim degan shaklda mangsa, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz bu yerlik millatlarning oqibati qanday bo'lishi mumkin?
millet süpütüdü tükep getidi. Yok болып кетеді millet süpütüdü. Eğer biz yine aşırı kıyıp kalan evletlerimizi saklap kalayla, балаларымыздың келешегін сақлап қалайлы deydigan болсақ, ашы қиналып жатқан халқымызды түрмелерден, лагерлерден, еш болмаған нәрселерден құтқызып алайлы деп іздерген қылып, ашынға іш қылмайдыған болсақ, мүшіп бәйтті. Millet süpütüdü yok болып кетіміз. Sizden ahırda bizden barlıq müşük, körermenlerimizge, hem anlıqçılarımızga deydigan nemi köngül sözünüz var? Менің азыр бір deydiganim, мен 82 адамның өзін білдіған кәтті арбаплардың бұлардың, шүнчілік бай содыгерлер, андан жәмиеттің алдыда маңған адамла. Езіп әкелдің мәне білдіған. Мейді 12 жыл, 25 жыл, 15 жыл деген, менің әмбесі сотылып кеткендер. Бәзілері, мәшалла, бұл деген, жоқ, не кеткен деген, ешкім білмейді, іздерексіз деген. Мәне, азырқы мейдікі, біріншіден қараң, бірден еттігінше болған адамдар бір айланың адамдары. Келінлері, баллары, атанысы бірақ жоқ болып кеткен. Бұның кішік баллары не кетті бұл етті айлын, ет адам. Мен қараң, менің әмбесі тұққанла, менің әмбесі жықы бір айлық адамла. Мейді, Мәне, мұшының әмбісі. Чоң байла, чоң әрбәпла, қақның алдыда мен құбықын көзі очық адамла. Мұшында қалып күнде сәбәпсіз нәтижелерге кетіп атады. Бұлар не кетті? Шоңызға езіп әкелді, менде Қытайчы езіп әкелген сәбәбім, Қытай Компартиясы көрсін, қойып әтсі ма адамларды демекшідім. Демекші болғаным, әң ақырда, әркім қолдан мен келеді. Тұққанлары, қолаңлары, дос, немелері, тонышылары, сауақтышылары әтті. Соның әмісін іздерекіні қысын, ясын шықсын, алазы болсын. Оларды құтқызышқа аз болсын мұ, ярдан қысын. Бұл әң адами қасиет, адами борыш деп ойлаймын мен. Чүнки бұл милләтнің жолыда құрбанлық беріш. Бұл асан жол әмес. Бұныңға күрішке, сіз қымысыңыз, мен қымысым, башқалар қымыса, кім қылуды бұл ішіне. Чоқым бұл қиынып атқан қиындаштарымызға чоқым еге шықсы керек. Рахмет сізге. Рахмет.